orqa peshobdagi holat, ya'ni ichki qismidan rak holatini aniqlangan. Shu nevaram tuzalib ketsa, Mana bu narsa mening uchun tanish. Chunki bilasizlar, bundan oldin boshimda operatsiya bo'lgan holatlarda mana shu tomografiyalarda tushib, Dori aytishyapti, uni mutaxassislar bilan maslahatlashib 15 million deyishibdi. Uni umrini uzaytiradi, umrini uzaytirib turishimiz kerak. Tuzalib ketsin, yordam beringlar. Hurmatli musulmon ahli, bu farzandimizni ko'rayotgan bo'lsanglar, hozirgi paytda 3 yosh. 3 yosh bo'lsa-da, shunaqangi yoshida ham qiynalmoqda. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerda aytishlari bo'yicha onalari ichaklari chiqib turgan va operatsiya yaqinda bo'lish arafasida ximiya olgan. Xullas informatsiyani video davomida ko'rib borsanglar, to'liq eshitasizlar. Murodillayef Muhammad Alining onasiman. 2022 yil 1-yanvarda tug'ilgan. 2024-yildan beri bolam qiynaladi, azoblanadi. Bunda tashxis doktorlar aytishdiki, dermatit, gepatit C, gistositoz. Shunaqa tashxislar doktorlar aytishmoqda. Nima bo'lgan hozirgi paytda? Albatta video boshida aytib o'tdim. Hozirgi mana bu yerda nima narsa bor? Ichani baqa chiqarib qo'yilgan, orqadan oqlat kelmaydi. Faqat mana shu Oqlati mana shu yerdan. Mana shu yerdan keladi. Orqada oqlat kelmaydi. Orqa peshobda o'simta bor. O'simta hozirgacha bormi yoki olib tashlanganmi? O'simta hozir bor, ximiya olib keladi. Ximiyada bir sutkalab oladi, qiynaladi bolam, azob chekadi, qusadi, qo'yni ayniydi. Bir safar ham ximiya olib keldi, mazasi qochib qusib 5-6 kunlab hech nima yemaydi, faqat qusdi, ichaga baqa chiqib ketdi, rosa qiynaldi. Bolam juda yomon qiynalib ketdi, buni ko'rib kechasilari ham uxlamaydi, hech nima yemaydi, hech nima xohlamaydi. Odamlarni ko'rgisi kelmaydi, bu safar juda yomon qiynalib ketdi. Buni ko'rib o'zim ham qiynalib ketdim. Buni onalar, hamma onalar tushunadi endi. Tushungancha tushunishadi, bilgani, boshlatganlar. Iloyim hech qaysi dushmanimizga ravo ko'rmaymiz. Dushmanimga ham ravo ko'rmayman bunaqa qiynalishlarni. Bolam bechora juda yomon qiynalib ketdi bu safar. Ismlari nima dedingiz? Muhammad Ali, Murodillayef Muhammad Ali. Xo'jayiningiz nima ish qiladilar? Xo'jayinimlar oddiy ustalar, kunlik ishlab keladilar. Ro'zg'orimizga ham yetkazolmaylar, qarzimiz shunaqa ko'pki, o'yimiz sotmasak ham bo'lmaydi. Bolamiz shunchalik qiynalibdi, suvni borib oldimizda bolamiz sog'lig'i kerak, tuzalib qolsa bu biz baxtimiz. Bunaqa qiynalib chiqmagan bo'lardi, so'ramagan bo'lardi hech kimdan. Ilojimiz yo'qligidan chiqibdi bunaqa ko'rsatmalarga. Ijtimoiy tarmoqlarga majburligingizdan chiqyapsiz. O'ta majburligimdan chiqibdi. Tuzalib qolamiz deb. Bolamiz shunaqa dard chekkanidan majbur bo'lganimizdan internet tarmoqlariga chiqishga majbur bo'ldik. Imkonimiz ham yo'qligidan o'shanga yordam berishingizni so'rab qolardik.
qo'lingizdan kelgancha yordam bersani, meni bolam shunchalik tuzalib ketsa, tuzalib ketishiga yordam berishimni so'rab qolardim. Mana Allohga shukr, 2 farzandim bor. Farzandlarim katta bo'lib, yaxshi voyaga yetib, saxovatpeshalar insonlarga qo'shilishini xohlardim. Xudo xohlasa, saxovatpeshalarga o'xshab bular ham hammaga ehsonlar qiladigan, duoladigan farzandlar bo'lishadi. Shu farzandlarim saxovatpesha bo'lishiga yordam bersa yaxshi bo'lardi. Yordam bergan insonlarni kecha-yu kunduz duo qilaman. Mayli, Xudo xolasa diqqat bo'lmang. Xudo xolasa bizni ko'rayotgan musulmon ahli shu paytgacha yordam berib kelishgan, yana yordam berishadi. O'z qisanglarni hurmatli obunachilar, mana shu farzandimiz uchun qisanglarni qo'shinglar, qaranglar, qanchalik darajada chiroyli, go'zal. O'zi qiynalayotgan o'zi biladi. Qaranglar, hattoki yotolmayapti ham. Bu yurib turib bemalol yura oladi bu. Hozirgi paytda yura oladi-yu, lekin mana shu peshob tomondan qiynaladi. Allohim shifo bersin. Alloh bir kunda beraman desa berib qo'yadi. Obunachilar, o'z yordaminglarni ayamanglar. Hurmatli obunachilar, bu katta farzandlari ekan. Hozir kichkina farzandlari uchun qizni sog'ayib ketishini xohlaysizmi, jiyanchi? Gapir. Kechalar bilan yig'lab chiqibdimi? Ukanggizni yaxshi ko'rasizmi? Qanchalik yaxshi ko'rasiz? Ha? Qanchalik yaxshi ko'rasiz? Ko'p. Hozirda doktorlar endi dori aytishyapti. Uni mutaxassislar bilan maslahatlashib 15 million deyishdi. Uni umrini uzaytiradi, umrini uzaytirib turishimiz kerak. O'simtasini ushlab turadi. Bolani holati juda ham og'ir, ichki o'sha ichaklarda o'zgarishlar bo'libdi. Bola qiynalibdi, tezroq umrini asrab qolishimiz kerak deyishdi doktorlar. Hozirgi paytda qancha daromad kerak bo'lyapti? O'sha doktorlar aytgan dorimiz faqat Moskvada bo'lar ekan. Rossiyada. Rossiya o'sha Moskva degan joyda u 15 million ekan. Uni 1 oy ichadi. Uni 6 oy ichish kerak ekan. 6 oy davomida bu nima narsa beradi dedingiz? Faqat to'xtash. To'xtatib turadi bolani. O'simtani. O'simtani to'xtatib turadi, o'stirib olmaydi. Umrini uzaytirib turadi. Bola rosa qiynalib tursa, unaqa podkuluchkalarga qo'ydirsa ham yiringlab ketdi. Bolani unaqa ko'p qiynalmasligi kerak. O'sha dorini olib imkon qilib olib keling degan. O'z imkoniyatimiz yo'q, olib boramiz. Inakut yaxshilab tuzalganlarga ichagini kirgizish kerak. 1 yildan ham ichagini operatsiya qildiramiz. Ximiya hozir qanchada olib turibdi? 2 haftada bir oladi. Metrotrexat degani u rosa ham kuchli. 1 sutka oladi. Faqat yotadi. Ko'p injiqlik qiladi, aman deydi. Lecheniyalardan ham bezib qolgan bola. Bitta safar juda yomon qiynalib azob chekdi. Bolamizga shifo bersa Xudoyimiz, tuzalib ketsalar. Benim ismim O'ydin Ubaydullo. Nevaram mana shunaqa kasal Muhammadali. Chegini mashina qilib chiqazib qo'yishgan. Oxlatda o'sha orqasidagina chegi baqi oldiga chiqazib qo'yishgan. Qusaydi, hali ximiya olgandan keyin yo'qmasa qusaydi, qonni mana atroflari og'riydi. Nechinchi nevarangiz bu? Bu ikkinchi nevaram. Ikkinchi nevarangiz. Hozirgi paytda nimalar qildinglar va shu paytgacha qancha rasxodlar ketdi? Endi ketdi, ancha ketdi.
Biz mashina beramiz. Har joylardan yordam so'radik. Bo'lmagan joyimiz qolmadi. Endi kim qo'lidan kelganicha imkoniyatiga qarab mashina beramizga ozgina ozmi ko'pmi yordam qilsa, Alloh tenjollari sog' bo'lsin. Shu nevaram tuzalib ketsa yaxshi bo'ladi. Alloh hammalarni ham tenjollari sog' bo'lsin. Nevaramiz ham mana shu uyda yashaydi. O'ylari ham o'sha sharoitlari ham ko'tarmaydi. Har bir bo'lib kelishiga ham o'sha pullar muhtojligidan mashina qilib kasallari surilib mashina bo'ldi. Kech olib berishadi. Pul to'g'rilolmay Toshkentga. Har bir narsa ham to'g'ajon hozirgi paytda mablag'. Mablag' bo'lsa, har qanday bemor bo'lsa ham, endi har qanday bemor deb ayta olmayman, 99% holatlarda mablag'ingiz bo'lsa, o'sha bemorni ham davolasa bo'ladi. Kerak bo'lsa, bu narsani biz ham boshimizdan o'tkazganmiz. Men siz nevarangizni ko'rib, hozirgi paytda ichim achishgandan keldim. To'g'risi gap. Bu narsa nima? Mana bizni ko'rayotgan obunachilarimiz, bizni ko'rayotgan yaqinlarimiz shu paytgacha yordam qilib kelishgan, juda ko'pchilik insonlarga qarab turishmaydi. Xudo xolisa yordamlarini berishadi. Endi bilaman hozir paytda birovdan bir pul so'rasangiz, mablag' so'rasangiz, hamma o'zi bilan o'zi ovora, lekin shunchalik bo'lsa-da, mana hozir saqlayotgan ekansizlar. Lekin hozir ko'ryapman, bu nevarangizni misol bu holatda ko'rish ham sizga oson emas. Oson emas. Bu hozir 3 yoshga to'libdi ekan, bu birinchi nevarangiz o'sha yoshi kattaroq ekan-a? U sog'lom. Sog'lom. Marhamat. Ilohim umri uzoq bo'lsin. Xudo xolasa diqqat bo'lmang. Bu farzandingizni ham sog'lig'ini qaytaramiz inshaalloh. Avvalambor Alloh bizni ko'rayotgan insonlar Xudo xolasa shu paytgacha yordam berib kelishgan. Yordam bera olmagan, imkoniyati yo'q insonlar duo qilib, duo bilan bo'lsa-da shu yordamlarni berib kelishayotgan. Xulosa bu holatni jaydarchasiga tushuntiradigan bo'lsam, orqa peshobdagi holat, ya'ni ichki qismidan rak holatini aniqlangan. Shundaymi? Onkologik holati aniqlangan. Bu jiyanchamiz hozirgi paytda faqatgina mana bu yerda saqlab qo'yilgan buncha qopchaga o'zini ohlatini chiqarar ekan. Bu narsani albatta o'zlarining onalaridan ozgina eshitdim. Bu narsani o'zlarining onalaridan ham siz o'zingizlar obunachilar eshitasizlar. Bu narsani hozir boshlanganiga qancha bo'ldi, opa? 2 yilcha bo'ldi. Bu beda manganda ko'p doktorlarga ko'rsatdi. Bedagilarni olasholmadi kasalini. Toshkentdagilarni olashdi. Ko'rmagan doktorlar, olmagan doktorlarga olma. Qiynalib ketdi. Hozir endi pulam yetkazolmadi, so'ramagan kishimiz qolmadi, qazlarimiz juda ko'p. Iloji boricha obunachilarimizga yetib borish uchun sal jonliroq gapirasiz, chunki ovozingizni eshitish kerak. To'g'ri, ona sifatida men siz qiynalayotganingizni sezib turibman. Chunki men bu narsani oddiygina obunachilar o'zim men eshitganimda meni ham rak deyishganda men juda ham diqqat qilganman. Lekin operatsiya adenoma gipofeza bilan bo'lganman. Bosh qismidagi o'simtani mana shu burun orqali olib tashlangan. Bu jiyanchamiz ham hozirgi paytda holatini yaxshi deb ko'rishingiz mumkin. Faqat yurarkan, boshqa qilarkan, lekin quvvati yo'q. Shu paytgacha necha marotaba oldi ximiya? Bir 10 tadan ko'p bo'ldi. 10 tadan ko'p oldi. Bu 1 yil mobaynidami, 2 yil mobaynidami? Hammasi 25 ta oldi. Kuchligiga o'tdi. O'ta kuchli o'qingan. Bolani a'zolariga juda qattiq ta'sir qiladi deyishdi. O'sha dorisini ichib turish kerak. O'sha vaqtida ichib tursa, bola qiynalmaydi, umri uzayib ketadi deyishdi. Bunday holatlarda davolanib ketganlarni eshitdingizmi, ko'rdingizmi? Baribir doktorga borasiz, больницаga borasiz. Ulardan qanday maslahat oldingiz? Yaxshi ketadi. Atgan
vaqtida o'sha bizatganlarimiz qilib tursani umr uzayib ketadi deb ko'p doktorlar shuni deyishdi. O'shanga o'sha dorini ichirmasani bo'lmaydi. Bu dorini hozir ichirish uchun boya bana eshitib o'tdim, Moskvadan olib kelish kerak ekan. Xo'p, u qancha turar ekan? 15 million. 15 million. U bitani ukol qilgandan keyin qanchaga ta'sir qiladi? O'sha bir oycha ta'sir qiladi. Yana keyingi oy yana ichish kerak uni. Bu har bittasi 15 milliondan, har bir oyda 15 milliondan sarflash kerakmi? O'z imkoniyatimiz yo'q. Imkoniyatimiz yo'qligidan shunaqa chiqishga majbur bo'ldi. U ham sotmoqchi bo'libdi. So'ramaga kishimiz qolmadi. O'sha dorini imkon darajasida tez olib kelishimiz kerak. O'shanga endi uyimiz sotmoqchimiz. Kechalari bilan qiynalib chiqadi bolam. Bu narsani tasvirni bera olmayman. Ichiga qayerga chiqib ketadi bu? Mana qopchadan Mana qopchani ichidan ko'rayotgan bo'lsanglar, katta bo'lib chiqib ketadi. mana bu yerdan chiqib ketib qoladimi? Katta bo'lib mana shuni olib ketadi. Hech yemaydi. Bu yerda hozir nima? Bunda kesib qo'yilganmi deyman? Qalb anaqa qilib bo'lgan. Mana shunaqa operatsiya qilib baqa chiqarib qo'yishgan. Ha, baqa chiqarib qo'yishgan. Ya'ni peshob orqadan chiqmaydi-yu, bu yerdan chiqib ketadigan qilib, ichakda baqa qilib chiqarib qo'yishgan. Buni so'z bilan gapirishga ham gapira olmadim ko'proq. Siz tushunib turibman, hurmatli obunachilar, ko'rayotgan bo'lsanglar, onani dardi ichida, albatta bu yerga chiqarib bera olmayapti hozirgi paytda, hattoki mana shu xonadonlarni ham kerak bo'lsa sotishmoqchi. Hammasi nima uchun? Mana shu farzandni sog'lig'i uchun, farzandimizni saqlab qolish uchun. Ko'rayotgan bo'lsanglar, shiringina, jajjigina farzandimiz. Ismingiz nima? Ha? Bo'ldi, katta bola bo'lib qolsin, so'skani olib tashing endi. Ismingiz nima? Muhammad Ali? Muhammad Alimi? Ha, do'ppilaringiz keyinchi bir ko'raychi, shiringina bo'lib. Ha? Endi bu yerda oddiy inson ko'rayotgan bo'lsa, bu farzandimizni bu oddiy holat ekan deyishingiz ham mumkin. Lekin mana bu narsani kuniga yangilaysizlarmi? U yopishtiriladigan narsami? Bu qo'lda bunday ko'rsata olasizmi yo ochib bo'lmaydimi? Ochib bo'lmaydi. Buni ham bitta pachkasini 140 mingdan olamiz. 2 kun turadi. Bu ham. Ha, 140 minglik narsa bu, ha? Yopishtirib qo'yasiz, как pampers singari narsa. 5 ta bo'ladi korobkan ichida. Aha. Buni ham olgani ko'pida ololmaymiz, qiynalib qolamiz. Hozir shunda yeyishi, hamma narsasi yaxshimi buni holatda? Holati yo'q. Juda yaxshi yemaydi hozir. Ishtahalari. Ishtahasi ham unchalik yaxshi emas. O'sha bir haftadan beri ishtima yemasdan mana shu holatga kelib qoldi. Juda yomon o'zib ketdi, ko'rganlar ham juda og'ir dard chekdi bu. Ko'p o'zib ketibdi. Betlari ham kichkinab ketibdi deb ko'pchilik ko'rib shuni deb gapirishdi. Endi iloji yo'q endi. Mana hurmatli obunachilar, ko'rgan bo'lsanglar videoni, to'g'ri gap, bu opamizni dardlari o'zi ichida, o'zi dardlarini ichlarini yeb bo'lganlar. Oson emas. Bir kishi shunday qilib internetga chiqish, birovdan yordam so'rash, sizlardan shu iltimos qilib shu narsani qildilar. Bu narsani qachonki odam bo'yniga shunaqangi darajada qattiq qiyinchilik tushib qolsa, mana shunaqangi chiqadi. Hatto ko'rayotgan bo'lsanglar, bu xonalar, uylari ham kichkinagina, hali ikkita farzandlari bor ekan. Mana shu farzandimizni voyaga yetishiga, esalomon sog'ayib ketishiga o'z hissanglarni qo'shinglar. Opamizni xo'jayinlarini, plastik kartalarni albatta qo'yaman. Mana shu plastik kartaga o'z hissanglarni qo'shishinglarni so'rab qolaman. Rossiyskiy kartani hozir aytib qo'ydim. Agarda rossiyskiy kartamiz shu video ostida bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'shaga o'zingizlar hissanglar qo'shishga bo'ladi. Bu
xo'jayinlarini ham kerak bo'lsa nomerlarini qo'yib qo'yaman. Kimki o'zini qo'li bilan ehson tashlab ketadigan bo'lsa, ehsoninglarni ayamanglar. Hurmatli obunachilar, bu dunyoda faqat yaxshilik qoladi. Yaxshilikni qilinglar, albatta sizlarga ham qaytadi. Hech kimga ravo ko'rmayman bunaqangi birovni sog'lig'i yo'qolishini, chunki men o'zim o'sha narsani boshimdan o'tkazganman. Dushmaningizga ham ravo ko'rmas ekansiz. Chunki bu jiyanchani hozir qiynalayotganini bu farzandimiz o'zi bilyapti xolos, onalar bilyapti xolos. Ichidan nima o'tayotgan, kimyo olgan insonlar o'zi tushunishadi. Yurishi mana shu holat. Amallab yuradi, oddiygina 140 mingga olinayotgan mana bu yerda qopchasi bor ekan. Ichida 5 dona bo'lar ekan. Bu narsani 140 mingdan buni olsinman. Ximiyasini o'ziga ketadi va undan tashqari borib kelishiga qancha pullar ketar ekan. 15 million har bir oyda bitta dorisini ichish uchun, bu faqat o'simtani to'xtatib turish uchun, umrini uzaytirish uchun, ozgina voyaga yetgandan keyin yoki bo'lgandan keyin yo'qolib ketish ham mumkin ekan. Shuni hisobiga o'z hissangizni ayamanglar. Sog' va salomat bo'linglar.